Umr shunday tez o'tib ketar ekanki, bir xatoga ming o'ylanib, ming unutishga ahd qilib, yillarni ham yonga uchqurdek aylantirib, imkonni boy berib qo'yish hech gap emas ekan. Oygul opa onasidan qolgan tugundagi kitobni silab o'tirib, umrining har lahzasini yodga oldi. Negadir, hatto tushiga qayta kirishini ham istamaydigan zulmatli kunlarini ham bor og'riqlari bilan xayol butun xotirasiga tushirdi. Ust-boshini kiyib, uydan chiqarkan yana bir bor devordagi soatga qaradi. Ko'cha yomg'ir. G'ira-shirada har o'tgan mashinalar yomg'irdan hosil bo'lgan ko'milmaklarni asfalt yuzidan shir-shir sindirib o'tyapti. Soyabon panasida o'tayotgan yo'lovchilar ham ko'p. Ko'chada biroz turdi. O'tgan-ketganlarga qaradi. Hech kimga qaramay manziliga shoshayapti. Oygul opa bekatga yondosh do'kon oldidagi o'rindiqqa cho'kdi. Yarim soat junjikib o'tkinchilarga termilib o'tirdi. Hali o'ngga, hali chapga ko'zi tolguncha tikildi. Piyodalar yo'lakchasida chayqalib kelayotgan kimgadir ko'zi tushdi. Ichib olgan shekilli, oyog'ida turolmayapti. Ters tomonga o'girildi. Bu tomondagi yo'lovchilar markazga shoshayotganlar hammasining qiyofasini to'la ilg'ab bo'lmaydi. Qora sharpaslari liqillaydi. Shu payt og'ir xo'rsiniq eshitib, yana chap tomoniga o'girildi. Yonginasida bo'yi chayqalib kelayotgan sharpa endi yerga tiz cho'kkancha yelkasi silkilib yig'layotgan edi. Oygul opa qo'rqib ketdi. Chunki sochi qirchishlab olib tashlangan, kiyimlari jiqqa ho'l, tiz cho'kib yig'layotgan, o'zi ichib olgan deb o'ylagan kimsasi qizi Oydin edi. Oydin o'sha kundan keyin 3 kun hech qayerga chiqmadi. Bir nuqtaga tikilgancha lom-mim demay o'tiraverdi. Adoyi tamom bo'lgan onaizor avvaliga militsiya chaqirmoqchi bo'ldi. Ba'zan doktor, hatto ruhshunosga ham olib bormoqchi bo'ldi. Qizig'i, qizi esa faqat bitta so'zni takrorlayverdi. Xudoga soldim. Bu achchiq taqdirning takrori onaizorni cho'kkalatib qo'ydi. Yolg'izlik qursin-a, ojizalik qursin, deb tinmay yig'layverdi. Qayerga bosh urib borishni bilmadi. Yana Oydin ham buni istamasdi. Oydinning o'qishida ham uzilishlar paydo bo'ldi. 3-4 marta Ra'no opa yo'qlab telefon qildi. Hech narsadan bexabar yana eski mavzuni ko'tardi. Uchrashishganida esa Oydinni ko'rib kapalagi boshidan uchdi. Kim seni bu ahvolga soldi? Nega hech qayerga arz qilmading, ahmoqmisan? Haliyam hushi o'zida emas. Oydin bir nuqtadan ko'z uzmay pichirladi. Endi siz ham meni o'z holimga qo'ying. Ra'no ushlaganini qo'ymaydigan ayol edi. Ayniqsa, qizni bir ko'rgandayoq akaning harakatlarida hech kimga qilinmagan mulozamatni sezganidan so'ng rejalarni juda katta tuzayotgandi. Ishni beliga tepib, qayoqdandir oshga pashsha tushdi. Endi buni Mahmud akaga qanday tushuntiradi? Qiz hali beri o'ziga keladigan emas. Zo'ravonlik sabab olgan ruhiy jarohatini so'z bilan tasvirlab ham bo'lmasdi. Shu kuni Ra'no ming o'zini olib qochsa ham bo'lmadi. Mahmud aka uni qabuliga chorladi. Tug'ilgan kuningizga quruq qo'l bilan boradigan bo'lib qoldim, ming'irladi. Garchi fikrini bayon qilishga noto'g'ri yondashayotganini o'zi sezib tursa ham. Qo'ysangchi, sendan sovg'a kutayotganim yo'q. Talaba o'qiyaptimi o'zi? Shuni so'ramoqchiman. Mahmud aka do'rdoq lablariga sigaret qistirib, eshik oldida turgan Ra'noga sinovchan ko'z tashladi. Bilasizmi, qiz hozir biroz betob, o'qishga ham bormayapti emish. Qanday tushuntirsam ekan? Tish qayrab yurgan kimdir mashinaga bosib. Mahmud aka o'rnidan turib, stoldan aylanib Ra'noning qarshisiga bordi. Shunaqa-de.
ozgina sukutdan so'ng ayolga tayinladi. "Bugun qizni olib kel, o'zi bilan gaplashaychi." Ra'no uddalab bo'lmas topshiriq olayotganini sezib, battar cho'chib ketdi. Shom paytida bu katta tashkilot o'z ishlaridan biroz xoli bo'ladi. Birov ketayotgan, birov ketishga harakat qilayotgan. Mahmud akaning qabulxonasidagi divanda g'amga botgan Oygul opa o'tiribdi. Oxirgi kunlar ona o'zini juda hasratdan abgor qilib qo'ygan edi. Ra'no esa betoqat u yoqdan bu yoqqa borib kelayapti. Katta charm eshik ochilib, kotiba ichkariga kirishlari mumkinligini aytganida onaizor gandiraklab o'rnidan turdi. Ra'no uni oldiga o'tkazib, o'zi orqasidan yurib ichkariga kirdilar. Aylanma kursida o'tirgan Mahmud aka kutilmagan mehmonni ko'rib, sarosimaga tushib qoldi. Ust-boshimni o'nglab, Ra'nodan ham Ra'no opa kim bilan kelibdi deb xabarni noto'g'ri bergan kotibadan ham sezilar-sezilmas ranjigan qiyofaga kirdi. Oygul opaga o'tirish uchun joy taklif etib, o'zi sarosima bilan kursisiga cho'kdi. "Sizni ham bemahalda ovora qildim. Yolg'iz boshimga bir musibat tushib qoldi. Ko'zimning oqu qorasi, shu bittagina qizimni bir zo'ravondan olib qochib shu shaharga kelgandim. Yomonga balo yo'q deganlar shu ekan. Qizimni izidan kelib, tahqirlab, kelajagini loyga qorib, kul yo'q qildi yaramas, Xudodan topkur. Sizning yoningizga yordam so'rab keldim. Bizning dod deb boradigan joyimiz yo'q. Himoya qiladigan biron kishimiz yo'q. Iltimos, qo'lingizdan kelsa yordam qiling." Mahmud aka tomog'ini bir qirib, hijolat bo'lgandek yo'talib qo'ydi. Qo'lini ko'ksiga qo'yib, "Qo'limdan kelsa bajonidil" dedi. Ayolga hammasini o'rganib chiqib, albatta yordam berishini aytib kuzatarkan, Ra'noga "Sen qol" deb ishora berdi. Oygul opa chiqib ketishi bilan endi gap eshitsam kerak deb turgan Ra'no kutilmaganda Mahmud akani o'zi sira kutmagan bir holatda ko'rdi. Mahmud aka xonaning u yoq bu yog'iga yurib savol berdi. "Sen menga qancha qizni ro'para qilding?" Savoldan cho'chib ketgan Ra'no o'ylangan qiyofaga kirdi. "Sodiq nechta qizni qo'ynimga soldi? Qolganlar-chi? Hamma xursand, hamma rozi, hech kim zor qaqshamadi, shunaqami?" Ra'no boshini egib ming'irladi. "Siz hammani ko'nglini..." "O'lsin ko'ngil. Xullas, eshit. Borib qiz bilan gaplashasan. Narsalari bo'lsa, narsalarini ol. Yo'qotgan bo'lsa, darrov izingga qayt. Qolgan narsalarni Odil bilan gaplashasan. O'zim uni xabardor qilaman." Ra'no Mahmud akaning tanishi qo'shib bergan ekspertizadagi odam bilan qiznikiga borganida deyarli xufton mahali bo'lib qolgandi. Oydindan o'sha kungi kiyimlari qayerda ekanini so'raldi. Afsuski, oradan bir haftadan ko'p vaqt o'tgani uchun qiz ularni allaqachon asoratlardan tozalash uchun yuvgandi. Ekspertiza xodimi quruq qo'l bilan ketdi. Xuddi o'z uyida yurgandek u xonadan bu xonaga bemalol kirib chiqayotgan Ra'noga qarab, Oydin nimalarnidir o'ylardi. To'xtab uning bir alfozda o'tirishiga ko'zi tushgan Ra'no tutaqib ketdi. "Qanaqa qizsan o'zi? Xo'p, o'zingni himoya qila olmabsan. Hech yo'q vaqtida organ xodimlariga xabar bersang bo'lmasmidi? Hech qanday daliling yo'q, guvohing yo'q. O'zing tomon bo'lganing kamdek onangning ahvolini ko'r. Hozir o'sha zo'ravonni unga nechtadan statya bilan qo'yilishi mumkin bo'lgan aybdan bittada qutulib qolishiga sharoit yaratib berding." Oygul opaning ko'zlaridan tinimsiz yoshlar oqar. Oydin esa endi uy burchagidan ko'z uzmagancha o'tirardi. Ra'no kelib uning sochsiz boshini quchoqladi. Qizga hamdardlik bildirgandek uni bag'riga bosib bir zum o'tirdi. "Qo'rqyapsan-a? Onangdan eshitdim. Boshidayoq shikoyat qilmaganingni sababi uning otasi o'sha tumanning prokurori bo'lgani.
Qaynotasi ham o'sha taraflarda qo'li uzun odamligi tufayli ekan, to'g'rimi? Ularga kuchimiz yetmaydi, ularni hech narsa qilib bo'lmaydi deb o'ylaysan, shunaqami? Oydin esa pichirladi. Men ularni xudoga soldim. Bu shivirlashni juda yaqindan eshitib, Ra'noning ichi titrab ketdi. Mahmud aka aytmoqchi, qancha qizlarni akaxonlarining qo'yniga soldi. Biri o'qishli bo'ldi, biri uyli, biri propiskali, qaysidir biri uchun mashhurlik nasib qildi. Go'yoki ular Ra'nodan, akaxondan rozidek orqada qolishdi. Keyin kimdir hayotini yana iziga solib oldi. Boshqasi har xil ko'chalarga kirib chiqdi. Yana biri haliyam mashhurlik shuhratidan mast. Hali afsus-pushaymonning mazasini tortib ko'rmadi. Lekin ularning ichida uni Oydindek xudoga solganlar nechtaligini faqat Xudo biladi. Shunaqa, yolg'izning boshi har toshning orasida chaqilar ekan, qizim. Bizning qo'limiz kalta, ko'rib turibsiz, orqasiga o'tib oladigan devorimiz yo'q, suyanadigan tog' u yoqda tursin. Onasining so'zlari Oydinni yanada sindirgandek bo'ldi. Piqillab yig'lashni boshlab yubordi. Ancha yig'ladi. Keyin yuzini Ra'noga qaradi. Mahmud aka bizni himoya qila oladimi? Qo'li yetadimi o'shalarga? Ra'no juda ta'sirlanib ketgandi. Oydinni yelkasidan silab ovutdi. Oyingning bir og'iz iltimosiga mana ko'rib turibsan, allamahal bo'lsa ham surishtirib odam toptirdilar. Ular sening tashvishlaringni bee'tibor emaslar. Qo'lidan kelgancha harakat qilyaptilar. Oydin gapirishdan oldin bir qo'r onasiga qarab oldi. Keyin qat'iy ohangda Ra'no umuman kutilmagan so'zlarni aytdi. Agar himoya qilolsalar, men ularga nechinchi xotin bo'lsam ham turmushga chiqqan bo'lardim. Agar himoya qilolsalar. Bu gapdan Ra'no ham, Oygul opa ham shok holatiga tushdi. Ra'no sekin o'rnidan qo'zg'oldi. Agar shuni istayotgan bo'lsang, men ularga uni albatta yetkazaman. Oydinning birdan avzoyi o'zgardi. Ko'rdingizmi, oyi? Eshityapsizmi? Mana bularga nima kerak? Bildingizmi? Siz boya bir dargohga bosh urib bordingiz. O'ylaysiz, ular bizga yordam beradi. Shundaymi? Mana ular nimani xohlaydi? Yetar. Dunyoga kelmasam bo'larkan, tug'ilmasam bo'larkan. Bir qora lahatga ko'milganim yaxshi emasmi? Bu kunlarni ko'rganimdan ko'ra. Hamma menga qaraganda nimaga faqat nafsini o'ylaydi? Nega shunaqa? Yo dunyoning bir qavati faqat shunaqa odamlarmi? Bizga yashashga joy yo'qmi? Mana ko'rib turibsiz, bu ayol nimaga atrofimizda? Nima uchun vaqt allamahal bo'lsa ham uyiga ketmay bu yerda o'tiribdi? Uning uyida qizi yo'qmi? Bolalari yo'qmi? Uni qo'ying, o'zi aslida u onami? Kimnidir yuragi joyidan uzilishga tuqqanmi? Yo'q, menimcha u ona emas. Ona bo'lganida bunaqa tuzoqlar qo'yib yurmasdi. Keting uyimizdan. Ha, bizning himoya qiladigan hech kimimiz yo'q. Hatto o'zimizni o'zimiz ham himoya qilolmaymiz. Siz oyoq-qo'lingiz issiqlik quvurlarga chandib bog'lab tashlanganda o'zingizni qanday himoya qilasiz? Qanday? Rahm-shafqat haqida monolog o'qib berdingiz, to'g'rimi? Sizning hamma narsaga aqlingiz yetadi, shunaqami? Nega unda shunchalik aqlli bo'la turib, birovlarga malaylik qilasiz? Har qanday ishdan tap tortmay, faqat buyruqni bajarasiz. Nega? Qalay, chetdan qaraganda nasihat qilish oson ekanmi? Oydin tanib bo'lmas darajada portlagan edi. Bas, yetar, aqling joyida emas. Yaxshilik qilmoqchi edim. Tushunmading, tushunolmabsan. Xayr, yaxshi qol. Ra'no xonadan otilib chiqib ketdi. Xonaga g'alati sukunat cho'mdi. Birozdan so'ng Oygul opa kelib qizini bag'riga oldi. Uni bekor xafa qilding. Niyati nimaligini qayerdan bilasan? Cho'kayotgan odam bir hasga bo'lsa ham ilashadi. Balki bu ayolning niyati xolis bo'lgandir.